Assalomu alaykum. Shu darsimizda inventarizatsiya o'tkazib o'tamiz. Buning uchun omborxonaga kirib olishimiz kerak. Omborxonaga kirganimizdan keyin bizada operatsiya qismi bor. Operatsiyada jismoniy inventarizatsiya degan qismi bor, ya'ni physical inventory qismiga kiriladi va o'sha qismiga kirganimizdan so'ng bizda shu oyna ochiladi. Bizda misol uchun bir oyda bir marta yoki bir oyda ikki marta kompaniyada inventarizatsiya, omborxonada inventarizatsiya o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni har bitta ombor xodimi o'ziga tegishli bo'lgan ombordagi narsalarni, ya'ni bor produktlarni sanab chiqadi, hisobini oladi va kiritadi. Yani bu yerda new bosiladida, ya'ni bizda qaysi lokatsiyada bor, ya'ni row lokatsiya bor o'zi bitta va qaysi produktda. Misol uchun taxtashdan qaysi sanada, qaysi sanagacha bo'lgan vaqt oralig'ida shunaqa edi. Bizani hozirgi sanaga raqamimizni ko'ramiz, qo'shamiz. Misol uchun 15 ta bor. O'rtadagi farq 11 ta, bizda minusda turibdi deyapti. Taqvimimizni mana bizda qo'shildi. Agar apply qiladigan bo'lsa, o'zi joriy bo'lib, ish jarayoniga o'tib ketadi. Inventarizatsiya jarayoni o'zi bunday o'tkazilmaydi. To'liqligicha o'tkazish jarayoni birinchi bo'lib hamma produktlar qo'shib olinadi va apply all bosganimizdan keyin bizada sana bo'yicha barcha bor mahsulotlar sana bo'lganimizdan keyin qo'shilib ketadi va shu holatda inventarizatsiya o'tkaziladi va buni qanaqa javobini ko'rsak bo'ladi deydigan bo'lsak, stokka o'tamiz. Stokka o'tganimizdan keyin bizada shu qismda paydo bo'ladi barcha. Shu qismda paydo bo'ladi. Bu yerdan biza tekshirib olishimiz mumkin, qaysi to'g'ri yoki noto'g'ri joriy qilinganligini shu qismdan bo'ladi barcha.